Xorazm Stop endilikda o'zimizning Xiva shahridan 8 kilometr narida Akyapda Baliq ko'li ochilgan. Buni bir obzor etib beramiz. Oxirida kuzatib turinglar, qiziqlilar ham bor. Yine ko'lda hozir tutib o'tirgan odamlar rezultatini so'rab kelamiz. Ağa assalomu alaykum. Sağlık yaxshimi? İşte zo'rmi, Xarmon? Necha ko'l tutdi baliqlar zakonimi? Chaqmoq oldi deganingiz? 1 saat oldu. Tutdingizmi 5-6 ni? Ko'proqmi? Var 5-6 ko'proq o'xshaydi. Oo, yaxshi-ku shunda. Nov baliqlar bor endi bu yerda. Yo'q, hayvanning qizi qanot degina. Chiqilib 6-7 xil turi bor. Var. Zo'rmi ko'lni tavsiya etasizmi? Yaponiylar, gelalasizlar. Ajoyib. Na, rezultatni ko'rdingizlar. Hali 1 saatmi 2 saat o'tdi deganlarni. Faqat baliq tutib ketaveramiz degan gap yo'q bu yerda. Bizlarni ishi territoriyaning ichida o'zlarimizning dachalarimiz bor. Bir qator ishlarni obzor etib chiqamiz ketdik. Ko'limizda hozir nechta afzalliklar bor ekan, sana bir Nasrondan so'rab olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Omadsiz, ish mikrofonda qoladi. Navro'z bayramlari bilan, Hayit bayramlari bilan. Rahmat sizdan. Qarang, hozir ko'limizni bir qator obunachilarimizga reklamatib ko'rsatdik. Endi nechta afzallik taraflari bor, shuni tushuntirib o'taylik. Короче, yine toza biznes başladık. Çankaladan hesaplasak bir 8-9 kilometre çıkardı Akyap'ta. 25 günü ofisialni açılış merasimi boladı. Yani geldim, 5 tane kalmak geldim bir adamda. Nechta yo'ladi? 3 kuru çoklu bolsan bir kalmak hesaplanır. Köprak bolsa sketke gelişemiş. Atak 25 bin son bir kalmak. Tutkan balıkına pul alınmıydı. 10 kilo tutup geten bir günde 15 kilo tutup azankı 8'den 6,5-7'ye dün atıp koyamız. He, vakti var. Ava, vakti var. Birinci gen adama 5 adama 5 platini. Bana senin kanalının adını açıp gelse 5 adama ona skitke atıp 5 platini atıp verecek. Endi sizlar aniq etib tushuntirib beraman. 25 ming so'mdan qalmoq boshına to'lab girasizlar. Saat 8'den 6,5 odam vaqtlaringiz bor. Shuning ichida 10 kilo tutasizlarmi, 20 kilo tutasizlarmi? Bu o'zlaringizniki. Telefon nomerimiz ana 97'lik 092 07 40 postoyanlı ishlab turadi. Telegram va lokatsiyada yozsangiz, da lokatsiya tashab beradilar, to'g'ri o'sha yerga kelaverasizlar. Jamaladon dachalar ham bor. Ular kelishilgan bahada qimmat emas. Yine obzor etib ko'rsatgan bo'lsang, ichanlari, o'tiradigan yerlari, namında tapchanlari, g'ali palas, pasudalari bor. Bu videoni Axota qiziqadigan, balıqa qiziqadigan tashab qo'ysangizlar, hozir daryoga borsangizlar ham dokumentni o'g'lab, boshqa litsenziya al, agar shtraf tutsangizlar, kamida 30 million so'm shtraf uradilar. Shuning uchun bizda hech qanday dokument kerakmaydi. Kelasizlar, как положение, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Bemalol kelishingiz mumkin.